بسم الله الرحمن الرحيم. أخلاق الزمن الجميل. chiroyli zamon xulqlari. يتميز أهل الريف بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة. يتميز ajralib turadi أهل الريف qishloq ahli بعاداتهم odatlari bilan وتقاليدهم الخاصة o'ziga xos an'analari bilan ومحافظتهم عليها va ularni asrab avaylashi bilan. على الرغم من مرور الزمن وتطور أساليب الحياة. vaqt o'tishiga qaramasdan va tatavvurun degani rivojlanish degani, asalib bu uslubunni ko'pligi. Hayot uslublarining rivojlanishi degani turmush tarzining rivojlanishi. Vaqt o'tishiga qaramasdan qishloq ahli o'ziga xos odatlari bilan, an'analari bilan va ularni asrab avaylashi bilan ajralib turadi. فهم يتبادلون الزيارات ويتشاركون الأفراح والأحزان. ular, ya'ni qishloq ahli bir-birlari bilan o'zaro bordi keldi qilishadi. Yatabadaluna degani bir-birlari bilan o'zaro degani az-ziyorat. Bu endi o'zbek tilida bordi keldiga to'g'ri keladi. Yatasharakuna degani bo'lishadi yoki sherik bo'lishadi. Ya'ni ular xursandchilikka ham, ya'ni quvonchiga ham va qayg'ulariga ham bir-biriga sherik bo'lishadi. Rag'mal bu'di wal masafati at-tawilati. Ya'ni olis, uzoq masofa va olislikka qaramasdan. Rag'ma ga qaramasdan degan. Allati tafsilu qaryatan an ukhra. Ya'ni shunday uzoq olis masofaki bir qishloqni ikkinchi qishloqdan ajratib turadigan. Ya'ni bir qishloqni boshqasidan ajratib turadigan uzoq masofalarga qaramasdan ular bir-birlari bilan bordi keldi qilishadi. Xursandchiligida ham, g'am qayg'usida ham bir-biriga sherik bo'lishadi. كما أن الزيارات بين العائلات والأهل والأصدقاء لا تحتاج لمواعيد سابقة. Shuningdek, mana bu oilalar, qarindoshlar, do'stlar o'rtasidagi bordi keldi munosabatlari oldindan, ya'ni sabiqatin, oldindan va'dalashib qo'yishni, oldindan kelishib qo'yishlikni talab qilmaydi. yoki oldindan kelishib qo'yish shart emas. La tahtaju. Faqat yazuruka dayfun fi ayyi waqtin sabahan aw masa'an. Mehmon sizni istalgan paytda, har qanday vaqtda, ertalabmi yoki kechqurun ziyorat qilish mumkin sizni. Ala aksi sukkanil madinati. Shahar aholisidan farqli o'laroq yoki shahar aholisiga zid o'laroq xohlagan paytda kelishi mumkin. الذين يلتزمون بوقت محدد سابقا قبل الزيارة. ya'ni qanday shahar aholisi shundayki yaltazimuna biwaqtin muhaddadin. Iltazama doim bi degan predlog bilan kelyapti mana. Iltazama rioya qilmoq bi bilan kelganda. Ya'ni muhaddadin sabiqon oldindan belgilab qo'yilgan vaqtga rioya qiladigan. Qabla ziyarati ziyorat qilishdan oldin, ya'ni kelishdan oldindan belgilab qo'ygan vaqtga rioya qiladigan shahar aholisiga zid o'laroq mehmon siznikiga xohlagan paytda ertalabmi yoki kechqurun kelishi mumkin. Wal istiqozu fi as-sabahi mubakkiran sifatun mumayyizatun fi sukkan al-qaryati. Erta tongda barvaqt uyg'onish qishloq aholisidagi o'ziga xos xususiyatdir, ya'ni o'ziga xos sifatdir. ويجتمع كثير من السكان في الصباح يتناولون الفطور البسيط. ko'p mana shu qishloq aholisi, ya'ni ko'p aholi erta tongda oddiygina nonushta qilishlik uchun to'planishadi. الذي يكون عادة من مشتقات الألبان مع شرب الشاي في جو عائلي ليس فيه تكلف. الذي ya'ni shunday nonushtaki nonushtada odatda sut mahsulotlari bilan oddiygina choy ichish bo'ladigan fi jawwin ailiyin, ya'ni oilaviy muhitda, laysa fihi takalluf, unda soxtalik bo'lmagan, takalluf bo'lmagan oilaviy muhitda shu choy ichish bilan sut mahsulotlaridan bo'lgan oddiy nonushta qilishlik uchun erta tongda shu aholi, ko'p aholi yig'iladi, to'planadi. أما صفة التكافل الاجتماعي فنجدها ظاهرة جدا في القرية.
Ijtimoiy birdamlik sifatiga keladigan bo'lsak, biz uni qishloqda juda ham yaqqol topishimiz mumkin. ففي الأفراح مثلا يجتمع أهالي القرية جميعا للمشاركة في هذه المناسبة. Xursandchilikka keladigan bo'lsak, masalan, qishloq aholisining barchasi, ya'ni barcha qishloq aholisi bu munosabatda qatnashish uchun to'planishadi. وكل واحد يقدم ما يستطيع من المساعدة. Bu ibora, ya'ni har kim qo'lidan kelganicha yordam beradi. Hop, buni yodlab olamiz. فالنساء كلهن يجتمعن في بيت العروس. Ayollarning hammasi kelinning uyida to'planishadi. ويطبخن الطعام ويساعدن العروس في الزينة وتنظيم البيت وفرش الأثاث. Va taom pishirishadi va kelinga o'sha bezanishda yordam beradi va uylarni yig'ishtirishda, ya'ni uylarni tozalashda va mebellarni joylashtirishda yordam beradi kelinga. كما قد يتم تأجيل إقامة الأعراس والأفراح في القرية لمدة لا تقل عن شهر. Shuningdek, qishloqdagi xursandchiliklar va to'y marosimlari bir oydan kam bo'lmagan muddatga kechiktirilib bajarishligi ham mumkin. في حال وفاة أحد الأشخاص في القرية. Ya'ni qaysi holatda qishloqdagi shaxslarning biri vafot etgan taqdirda bir oydan kam bo'lmagan muddatga kechiktirilib bajarar ekan. Ya'ni shunday qilish ham mumkin. فاحترام المشاعر من العادات والتقاليد الثابتة. Mashair his-tuyg'u degani, ana shu his-tuyg'ularni hurmat qilish mustahkam, sabit, mustahkam urf-odat va an'analardandir. وإذا حدثت مشكلة بين شخصين أو أسرتين فغالبا ما تنتهي بجلسة الصلح مع فنجان من القهوة أو بقبلة على الرأس. وإذا حدثت مشكلة, ya'ni agar muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, ikkita shaxsning o'rtasida yoki ikkita oilani o'rtasida mushkila paydo bo'ladigan bo'lsa, g'oliban ko'pincha, ya'ni ko'p holatlarda yarashish marosimi va bir finjon qahva bilan nihoyalanadi, ya'ni tugaydi. Jalsatu sulhin, sulh majlisi, endi o'zbek tilida bu yarashish marosimiga to'g'ri keladi. Aw bi qublatin, ya'ni ala ra'si, boshidan bitta o'pib qo'yishlik bilan ham nihoyalanadi ko'p holatlar. دون تدخل مركز الحكومة أو أن تصل للقاضي. Endi hukumat markazining aralashuvisiz yoki qoziga yetib bormasdan turib mana shunday nihoyalanlar ekan ko'p holatlarda muammolar. هذه هي أخلاق الزمن الجميل كانت وما زالت. Endi mana bu chiroyli zamon huquqlari bo'lgan va hozir ham shunday, ya'ni hozir ham davom etib kelyapti.